Bak. Tamam qaragin. Ko'rsatdik mana buni. 115 kilo bu ukamiz. 115 kilo o'ylayapsizlar. Bu xolodilnikni bemalol sizlar tuya sosinglar sirib ketaveradi. Otaligini ko'ryapsizlar, juda ham katta bo'ladi. Ko'pchilik ayollarimizga savol beradi, tog'ora sig'adimi deyshadi. Qaranglar, bu xolodilnikka sizlar bemalol tog'oradan tashqari yana narsa qo'shishlar bo'ladi. Juda ham katta bo'ladi. Inshaalloh maza qilishlar bo'ladi. Hop, xolodilnikimiz Bester firmasidan bo'ladi. Bo'yiga 1.90, eniga 80 bo'ladi. Xolodilnikni alohida gradusini to'g'irlasanglar bo'ladi. Undan tashqari mazagani alohida gradusini to'g'irlasanglar bo'ladi. Qisqasini aytganda sifatlari juda ham zo'r ko'ryapsizlar. Inverter kompressor bo'ladi. Yaqinda ko'rsatgan. Bemalol past tokda ishlaydi, kam tok xarajat qilib beradi. Undan tashqari motoriga ofitsial 10 yil kafolati bo'ladi. Qisqasi aytganda sifati juda ham zo'r, ko'rsanglar bo'ladi. Eshigini o'ziga ajratib qo'yishinglar bo'ladi. Xolodilnikimiz juda ham bahaybat va narxi ketayotgan. Xudo xolasa juda ham arzon qilib beramiz. Narxi oxirida bo'ladi. Endi ishlarni ko'rishinglar bo'ladi. O'sha 4 ta polkasi bor. Zaklonning oynasi bo'ladi. Xudo xolasa ancha-ancha qo'yishinglar bo'ladi. Va nol o'zonasidan qo'lga ancha katta bo'ladi. Ikkita bo'ladi nol o'zonasi. Buni o'zingizga ko'rsatib kontrol bor o'zida mazza ishlasanglar bo'ladi. Har o'zidan ham kesasizlar xudo xolasa, stress qilmasdan turib qo'yib qo'ysanglar ham xudo xolasa umuman o'zgarmaydi. Mazza ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, bu xolodilnikimizlar hozirgi kunda bozorga kelsanglar narxlari 7-8 atrof sotilyapti. Men sizlarga bu xolodilniklarni nega skidka qilib 599 dollarga berib yuboraman. Plus dastlabki O'zbekiston bo'ylab mavjud. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bepul yetkazib beramiz.